Assalomu alaykum o'quvchilar. Video darslarimizni davom ettiramiz. Bu video darsda men biror narsa qilib ko'rsatmayman sizlarga. Aksincha sizlarga topshiriq beraman. Xo'p, topshirig'imiz nimadan iborat? Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, har doimgi shu o'zimizda login linkimiz turibdi. Hozir bir nima qilib ko'ramiz. Login qilib ko'raylik. Hop, loginga kiramiz. Parolni teramiz. Bosamiz. Mana login bo'ldik. Ko'ryapsizlar, login o'rnida tugma paydo bo'ldi. Logout degan tugma paydo bo'ldi. Biz login bo'ldik. Mana hammasi turibdi. Logout tugmasi bizga nima beradi? Chiqib ketish imkonini beradi. Sizlar juda ham yaxshi xabardorsizlar, veb-saytlar ishlatganlaringda kirganlaringdan keyin har doim chiqish, выход yoki logout yoki shu o'zbekchada chiqish deb yozib qo'yadi. Bossalaring saytdan chiqib ketasizlar. Mana shu tugma. Mana bosyapman. Chiqib ketdim. Saytdan chiqib ketib, meni yana qayta registratsiyaga olib borib qo'ydi. Ularga kiraman desam, kira olmayman yana. Mana shu ishni sizlar qilishlaring kerak bo'ladi. Ya'ni qiladigan ishlaring mana bu yerda login logout almashishiga ishonch hosil qilishlaring kerak va o'sha logout funksiyasini o'zini qilishlaring kerak. Xo'p, logout qanday qilinadi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. Shu paytgacha biz registratsiyani qildik, fetch yordamida post request yuborib, loginda ham shunaqa qilib fetch yordamida post request yubordik. Logout da hech qanaqa request yuborilmaydi. Bu JSON server out shunday ishlaydi ekan. Shunchaki biz mana shu o'zimizning applicationimizda unutib olsak bo'ldi ekan. Bu degani local storage'da o'chirib olsak bo'ldi. Local storage'da remove item qilib o'chirib olsalaring bo'ldi. Bu demak logout qiyin emas. O'shaning uchun sizlar o'zlaringga beryapman. Qolganini endi mana bu login logout tugmalari qanday o'zgaradi, boshqasini sizlar o'zlaring o'ylab qilishlaring kerak. Shu paytgacha o'rgangan bilimlaring, React o'rgangan bilimlaring bu narsani qilishga bemalol yetadi. Shuning uchun bu topshiriqni sizlarga qoldirdim.